Bugun men sizga aytib berayotgan bu ma'lumot sizni hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu salomatlik konsepsiyasi, buni aslida har bir inson juda ham mukammal o'rganib olishi kerak. Buni yosh bolalarga, bog'cha opalar, yosh bolalarga, ota-onalar o'z farzandlariga, hattoki maktabda o'qituvchilar, o'quvchilarga o'rgatishlari zarur. Chunki sog'lom bo'lish uchun o'zini ayrim bir qoidalari, qonunlari bor. Agar biz mana shu narsalarni to'g'ri o'rganib olsak, o'zimizni sog'lig'imizga to'g'ri investitsiya qilgan bo'lamiz. O'zimizni vaqtimizni, pulimizni bekorga sarflamagan bo'lamiz. Salomatlik qonuni nimadan iborat? Odam organlar sistemasidan tuzilgan. Organlar sistemasi organlardan, organlar to'qimalardan, to'qimalar esa hujayralardan tashkil topgan. Salomatlik qonuni shundan iboratki, agar biz hujayraga to'g'ri sifatli suv bersak, hujayrani to'g'ri oziqlantirsak va hujayrani o'z vaqtida tozalab tursak, toza muhit yaratib tursak, hujayra sog'lom bo'ladi. Hujayra sog'lom bo'lsa, sog'lom hujayradan sog'lom to'qima, sog'lom to'qimadan sog'lom organ, organ sog'lom bo'lsa, organlar sistemasi sog'lom bo'ladi va o'zimizni yaxshi sog'lom his qilamiz. Shunday ekan, bizning salomatligimiz nimaga bog'liq? Bizning sog'lig'imiz eng birinchi navbatda biz iste'mol qiladigan suvga bog'liq. Xo'sh, biz qanday suv iste'mol qilishimiz kerak? Birinchidan biz suv iste'mol qiladigan suvimiz minerallarga bo'yingan. Ikkinchidan suv juda ham yumshoq bo'lishi kerak. Suvda pH muhit bo'ladi. Ishqoriy muhit, oksidlanish, qaytarilish potensiali. Mana shu oksidlanish, qaytarilish potensiali slabo shelashnoy deymiz. Yengil ishqoriy muhitga ega bo'lishi kerak. Biz kun davomida juda ko'p miqdorda suv yo'qotamiz. Suvni o'rnini doimiy ravishda to'ldirib turishimiz kerak. Har bir kilogramm og'irlikda 30-40 millilitrda suv iste'mol qilishimiz juda ham muhim. Chunki biz ter bilan, siydik bilan juda ko'p suv yo'qotamiz va buni o'rnini bosishimiz uchun suv bilan birgalikda bizga minerallar yo'qotiladi. Shuning uchun albatta ichadigan suvimiz tarkibida minerallar bo'lishi kerak. Qattiq suv iste'mol qilsak, bu hujayra ichiga kira olmaydi. Shuning uchun ayrim holatlarda insonlar aytishadiki, menga suv ichish mumkin emas, vrachlar suv ichmagin degan, suv ichsam shib ketaman degan holatlar kuzatamiz. Nima uchun? Qattiq suv hujayra orasiga kirib, hujayralarni tozalab, hujayradan chiqib keta olmaydi va unaqa suv ichganimizda hujayralar orasida to'planib bizga shishlar, otyoqlar paydo qilishi mumkin. Shuning uchun ichadigan suvimiz albatta yumshoq bo'lishi kerak. Va ishqoriy muhit. Nima uchun buni ahamiyati juda ham katta? pH. Biz ichadigan suvimizda ishqoriy muhiti 7.4, 7.5 shu holatlarda bo'lishi kerak. Nimagaki? Bizda qon plazmamizda muhiti 7.4 ni tashkil qiladi. Shunga yaqin bo'lgan suv iste'mol qilishimiz kerak. Afsuski, juda ko'p holatlarda mana yoshlar ayniqsa kola, fanta, gazlangan napitkalarda har xil turlarini bioenergetiklar iste'mol qilishadi. Ularda ishqorlik balansi 3. Bu juda kislotalikka yaqin. Ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan oq unlar. Mana shu kola, fanta ichimliklari, uksus, shakar bular ishqor muhiti 3 ga tengligi uchun agar ko'p yillar davomida, ko'p vaqt davomida shunaqa suv iste'mol qiladigan bo'lsak, bizda mana bu shelashnoy balans bu tarafga siljish holati kuzatilishi mumkin. Lekin organizm mana shu holatni qattiq turib himoya qilib ushlab turadi. U hech qachon bu tomonga siljimaydi. Nimagaki, mana reanimatsion holatda, o'lim holatda faqat 7.1 holatigacha siljishi mumkin. Nima bo'ladi? Organizm o'zi suyaklardan, tirnoqdan, sochdan kalsiy, kaliy, natriy, magniy tuzlarini chiqarib qonga bu muhitni ushlab turadi. Buning natijasida bizda soch to'kilishlari, tirnoqlar sinib ketishi, suyaklarda osteoporoz,
odamda darmonsizlik, kamquvvatlik holatlari paydo bo'ladi. Mana shu narsalar hammasini oldini olishimiz uchun, o'zimizning kuch quvvatimiz, minerallarimiz o'zimizga saqlanib qolishi uchun biz albatta ichadigan suvimizni, yeydigan ovqatimizning ahamiyatiga juda katta ahamiyat berishimiz zarur. Ikkinchi narsa bu ovqat deganda biz nimani tushunamiz? Ovqat deganda biz mana to'g'ri kelgan ovqatlarni iste'mol qilib ovqatlanishda ovqat deb tushunishadi, lekin bizda hujayra oziqi kerak. Hujayra oziqning o'zini formulasi bor. Bu 28 ta oqsil, 15 ta mineral, 12 ta vitamin, 7 gruppa ferment va 3 gruppa to'yinmagan yog' kislotalari. Har bir iste'mol qilgan ovqatimiz tarkibida mana shu tarkibdagi oqsillar, minerallar, vitaminlar, to'yinmagan yog' kislotalari va fermentlar bo'lishi juda ham zarur. Nima uchun? Bizning tanamiz oqsildan tuzilgan. Xuddi g'ishtlar singari tanamizda oqsillar tarkib topadi. Minerallar ularga mana bunday tushuntirishim mumkin. Mana oqsillardan biz g'ishtchalardek tuzilgan bo'lsak, minerallar ularni biriktiradi. Vitaminlar esa bu ishlar qilish uchun kuch beradi, vida, hayot deyiladi shuning uchun. Fermentlar esa xuddi prorabdek bularni qaysi vitamin, qaysi oqsil qayerga borishini ta'minlab turadi. To'yinmagan yog' kislotalar bu hujayra qobig'ini himoyasini bajaradi va bu bizlar uchun, immunitet uchun juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun biz yeydigan ovqatimiz faqatgina oshqozonimiz, ichagimizda o'ylabgina emas, biz har bitta hujayramizni o'ylab, hujayra oziqa berishga juda ham e'tibor berishimiz zarur. Hujayra ta'minladik oziq bilan, suv bilan ta'minladik, bu yetarli emas. Hujayra sog'lom bo'lishi uchun, biz sog'lom bo'lishimiz uchun albatta toza muhitda ahamiyati juda ham katta. Shuning uchun har bir inson, yosh bolalar yiliga 4 marta bir yilda, yosh katta insonlar yiliga 2 marta tozalash programmalarini o'tkazish juda ham muhim. Negaki mana biz tashqi muhitdan, oziq-ovqatdan, havodan doimiy ravishda zararli moddalar bizning ichkarimizga kirib turadi va bundan tashqari tanada endotoksinlar ajralib chiqib turadi va bu bilan birgalikda bizning tanamizda bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va ayniqsa parazitlar rivojlanadi. Parazitlar bo'lish natijasida bizlar tanamizda doimiy ravishda ifloslanish, o'sha toksinlar ishlab chiqarilishi kuzatilib, bular juda ko'p kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Mana masalan, parazitlardan terida har xil o'zgarishlar, allergiya holatlari, oq dog'lar, korishneviy dog'lar, sochlarning to'kilib ketishi, ayniqsa mana quruqli bo'lib sochlar to'kilib ketadi. Ayrim bir holatlarda yosh bolalarda yaxshi fizически o'sishdan qolish, yaxshi o'smay qolishi, aqliy jihatdan yaxshi o'smay qolish holatlari, bundan tashqari bronxit, bronxialniy astma, kam qonli holatlar, juda ko'p kasalliklar mana shu parazitlar natijasida kelib chiqadi. Lekin ming afsuski, biz bularni sababchisi parazit deb o'ylamaymizda, har xil vrachlarga borib, har xil diagnozlar bilan davolanib yurishga davom etamiz. Lekin aslida biz sog'lom bo'lishimiz uchun mana shu tozalash muhitini ta'minlasak, yiliga 4 marta yosh bolalarda, 2 marta kattalarda shu tozalash programmani o'tkazsak, biz o'zimizni sog'lom qilib yurish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog'lom bo'lishga boradigan qadamlar borda, biz buni sog'lom bo'lish bu davolanish emas. Sog'lom bo'lishda har bitta inson o'ziga mahsuliyat sifatida qabul qilish kerak va doimiy ravishda qadam-qadam borish kerak. Birinchi qadam bu psixologiya. Odam buni xohlash kerak, buni tushunish kerak. Ming afsuski, 95% odamlar bu narsani ko'p tushunishmaydi. Kasal bo'lsa vrachlar bor-ku deb to davolanish holatiga kelguncha o'zlariga e'tibor berishmaydi. Faqatgina 5% odamlargina o'zini sog'lig'i haqida o'zi o'ylaydi. Biz psixologik narsaga tayyor bo'lishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Ikkinchi qadam suv muhitini to'g'irlash. Kerakli miqdordan, kerakli sifatda suv iste'mol qilish. Bu juda ham muhim. Uchinchi, biz noto'g'ri nima deymiz, вредный привычка, noto'g'ri привычkalardan xalos bo'lishimiz kerak. Bu mana gazlangan ichimliklar, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri uyqu, bularni hammasiga e'tibor berishimiz kerak. Отказ от вредных привычка deymiz. Va keyingi etapda qilayotgan ishimiz
tanani albatta 2 marta tozalash va hujayra oziqi, hozir aytgandek, mana bu hujayra oziqi bilan ta'minlash. Agar biz mana shu holatlarni qadam-qadam bajarsak, biz doim ravishda sog'lom bo'lib yuramiz. Mana shu sizlarga aytmoqchi bo'lgan bugungi salomatlik konsepsiyasi mana shundan iborat edi.